Короче, bir maslahatli ish bor. Hafta oldin bozor yonidan 3 komnatli 65-67 kvadrat kvartira chiqardik. Narxi 470 million so'm pul edi. Nima bo'lasiz? Shu kvartirani olgan ma'qul, Yatazashka Batskidamiz. 50-maktabning orqa tarafida, yo'lning bo'yinda 2 etaj hovli joy. Xarobgan holatida 450 million so'm pul. 80 kvadrat, har etaj 80 kvadrat. Umumiy 160 metr kvadrat bo'ladi. Qarang, endi ishi tarnovdan aytgancha bu uglovoy joy, bu yon taraf ham sizga qaraydi. Bir ikkinchi tarnov bog'unda, balkonning yonidagi. Sho'radon joylashgan. Endi siz bilan uyning ichini bir qator ko'rib chiqishdan oldin qulaylik taraflarini aytaman. Bog'cha, maktab, klinika ham bor. Hamma narsasi bir to'tkada joylashgan. Bu o'rinda bog'cha, imjoyning orasida maktab, shu uyning orqa tarafida bo'lsa klinika joylashgan. Uyni ko'ramiz, yuring. Oldini qarang. 2 mashina bemalol turgan parkovka bu yoqda. Orayondan yana 2 mashina bemalol sig'dirsangiz bo'ladi. Qarang. Bir mashina beraga ketadi, bir mashina beraga ketadi. Endi kichkina zeleniy zonachasi ham bor. Aynalar panoramnik qilib, chiroylisindan qilib qo'yilgan. Eshiklar ham kompaktli, normalnisidan qo'yilgan. Bismillah. Va kirishingiz bilan dalon. Kattagina dalon olingan. Bu yerda ummanik qo'yish uchun shlankalar, kanalizatsiyalar chiqarib ketilgan. Banotodan bo'lsangiz, o'ng qo'lda birinchi sanuzul uchun mo'ljallangan joy. Bu yer esa oshxona. Bu yerdan ponni kanalizatsiya turbalari chiqarib ketilgan. Aynan oddiy panoramnik qilib qo'yilgan. Orqa tarafda 1 metrcha joy bor. Yaxshi uchun planlashtirib qoldirilgan. Bu tarafda bo'lsa birinchi etajdagi zol. Zol ham kattagina, to'liq shvaklovkadan chiqib turibdi, ko'rib turganingizning plinta bilan bostirilgan birinchi etaj oynalar ham panoramnik qilib qo'yilgan. Ikkinchi etajga boylarnikiga o'xshagan zinadan chiqiladi. Ikkinchi etajda 3 ta xona bor. Ikkinchi etajga chiqaverish joyida lyuk qo'yilgan, shipirdan chiqish uchun. Shipirni balandligi ham qo'lingiz ko'tarsangiz yetmaydi. Eng past yeri 150-160, eng baland yerini qo'lingiz ko'tarsangiz yetmaydi. Bu yerdan ham mansard sifatida foydalanib beraverasiz. O'ngdan bo'lsin deb o'ng tarafga kiradigan bo'lsak, birinchi xona ikkinchi etajdagi, bu yerni xolasangiz zol, xolasangiz spalni qilib foydalanaverasiz. Bu yerda esa 90lik katta balkon joylashgan. Bu kattalar uchun mo'ljallangan yotoqxona. Yurtimizning devorlar bir qator shvaklovkadan chiqqan. Bu yerda yosh bolalarimiz uchun yotoqxona bemalol 2 farzandingizga qilib bersangiz ham bo'laveradi. Ikkinchi etajdan bir sanuzul uchun mo'ljallangan xona bor. Bunda bu yerdan kanalizatsiya turbalari chiqarib ketilgan. Nima bo'lasiz? Narxini arziydimi? Kommentariyada fikringizni bildirib keting. Ko'rib sog'an ma'qulmi 470 million yo bo'lmasa 450 million 2 etaj joymi? To'g'ri, rasxoti bor. 100 million, 120 million tarafini rasxot qilsangiz, bemalol girib yashayverasiz. Xullas, sayt qidirib bilgan danishmishlar обязательно yarib qo'ying. Yo'l usti umuman marshrutdan muammo yo'q. Muborak bo'lsin.